Assalomu alaykum, Islom Ustoz kanali a'zolari, hurmatli aka-ukalar. Yana bugun Xudo xolasa bir chiroyli darvozamizni fayzli xonadonimizga o'rnatdik. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bitta like tugmasini bosib, darvozasida yurgan aka-ukalarga, do'stlaringizga videolarimizni yo'llashib qo'yasizlar. Hurmatli aka-ukalar, darvozamiz haytekli darvoza, haytek fason tepalarini ko'rib turibsizlar. Chiroyli qilib nazirli qilib berganmiz. Nerjivinkalari qora glansli nerjivinkadan bo'ldi. Darvozamizni materialiga keladigan bo'lsak, stoykalarimiz 8x8, ikkilik stenka, profillarimiz 6x4, 1,5 stena, listlarimiz 1/3lik, zamoklarimiz zobir zamok, mashina o'tadigan joylari shivellar bo'lgan. Ko'rib turibsizlar holatini. Darvozamizning tepa qismi 50 sm joyi ochilmaydi. Juda ham ideal holatda chiqdi. Darvozamizni 1 kvadrat metrini 750 ming so'm, 700 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz, hurmatli aka-ukalar. Polni qalin materialdan listlarimiz, kraskalarimizga garantiya beramiz, xudo xolasa. Ko'rib turibsizlar, aka-ukalar, juda ham chiroyli chiqdi. Darvozamiz mokr asfalt glansli bo'ldi. Matvi deganlarga matvi qilib beramiz. Bu darvozamiz o'sha summasi 9 million 500 ming so'mga olib o'rnatdik. Eniga 3.5, bo'yiga 3.70 bo'lgan. Hurmatli aka-ukalar, ko'rib turibsizlar darvozamizni. Haytek soplari ham juda ham chiroyli, o'ziga yarashgan. Mana. Ko'rdilaring aka-ukalar, ishlarimiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib, videolarimizda darvozalarimizda kamchilik bo'ladigan bo'lsa kommentariyaga qoldiraverasizlar. Qo'llab-quvvatlab bitta like bosib qo'yasizlar aka-ukalar.